Nima bu? Chin ko'nglimda. Nimani yoqtirarkansan deb rosa o'ylandim, ammo xayolimga tasbehdan boshqa narsa kelmadi. Meni eslatib tursin. Hamisha yoningda olib yurasan. Bunday narsalarni nima keragi bor edi? Sovg'a berish yomonmi? O'rganmaganmiz-da gulim. Mayli. O'zim seni o'rgataman. Bu sal xiyirroq. Do'stlaringga men haqimda aytding. Nima deb? Bilmasam, hayotimda bittasi bor, sevgilim bor deb. Bugun sevishganlar kunini sen bilan o'tkazayotganimga boshing aylanmasin. Sen meni ayolimsan va men ayolim haqida gapirishni yoqtirmayman. Sevgiling bilan ayoling orasida qanday farq bor? Ko'p farq bor. Insonning sevgilisi tark etadi yoki etiladi. U bilan ayrila olasan. Uncha jiddiy qaramaysan. Ayolim deganing bilan esa seni faqat o'lim ayiradi.